kelib kimlar ketdi. Yaxshi o'lib o'lmayin yomon qoldimi? Hamma o'z davr o'z zamonasida kelib ketdi. Bir ulug' zot etganlaridek keldilar, ketdilar. keldik, Ketamiz. keladilar, Ketadilar. Hammamiz bu dunyoda mehmonmiz. Pahlavon Mahmuddek bir ulug' zot ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi: ey xo'ja charo azin jahon bexabari, روزان شبان در طلبی سیم و زری، سرمایه تو از این جهان یک گز کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. ey xo'ja, ertalabdan to kechgacha na oqibatni, na ibodatni, na savob ish xayolingda yo'q. Simu zarra yig'ish bilan ovorasan. Oqibatni ham yig'ishtirib qo'yding. Farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simu zar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yurganing bilan Ikkita. bir gaz kapan. Bir gaz kapan ekan, kechirasizlar. Bir gaz kapan ham Alloh Nasib etsa bo'ladi. Nasib etmasa bekapan ham ketib Nechtasi ko'milib, yonib, erib, yo'q ketganlarni bilamiz. qarang. Nomnishonsiz yo'q bo'lib ko'milib ketganlarni eshitganman, ko'rganman, bilganman. Ko'rmaganman, eshitganman. Yil mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Bir kunga sig'maysan uyingga. Yo'g'ichini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Tez ko'mishga. Tez yugurishdi. O'g'liga, uka, dadang shu hovlisini juda Yaxshi ko'rar. Sho'rga ko'maylik. Chekkasiga ko'mib qo'yaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandim yo'q endi. Haloyiqlar mozoriga olib boring. Zo'r mashinalar turibdi. Unga qo'yishmaydi. Zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surupda kafanda o'ralib, yog'och sanduqqa solinib, osmonga emas, qora yerga qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrning ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ichiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu o'lim hammaga barobar ham haq. Buni fikr qilgan, tushungan inson bu boshqa qaytib kelinmaydigan safarni bu dunyoda hammasi sinov, Allohning sinovlari, birodarlar. Bir-biriga anaqa qilmanglar. Nima deydi? Katta kichkinaga, kichkina kattaga nima deydi? Behurmat bo'lmanglar. Shuning uchun tarbiyaga bog'liq hamma narsa. Tarbiyasi yo'q odam o'zidan kattaga sapchiydi, haqorat qilib, xalqi shaxsiyatga tegadigan gaplar gapiradi. Keyin unga bir narsa qilib, gapirib, boshqa qilsang yana mushtini qo'lini musht qilib urmoqchi ham bo'ladi, iflos.
Shuning uchun shunaqa iflos odamlardan ehtiyot bo'linglar. Men o'tgan shanba shunaqa ushlab baloga qoldim. Bunaqa iflos xotinlar menga tuhmat qilib, yana olib borib yig'lab menga qildi, hujum qildi deb tuhmat qilib iflosgarchilik qildi. Chunki tarbiyasi yo'q bu ifloslarni. Ota-onasi tarbiya berganmi, bermaganmi, qanaqa tarbiya bergan, bunaqa yaxshi tarbiya bergan bo'lganda bunaqa iflos bo'lmas edi bular. O'sha Samarqandlik teytugi Samarqandlikmi, lekin fors tilida gapiryotuvdi. Bilmayman qat'iy Navoiymi, Kattaqo'rg'onlikmi, Tojikistonlikmi, lekin o'zbek tilida ham yaxshi gapirdi. Men Samarqandlik bo'lsa kerak. Menga shu iflosgarchilik qildi ikkita xotin. Endi otini aytsam, boshqa qilsam, erta yana iflosgarchilik qilishi mumkin menga. Shuning uchun Allohga topshirdim. Alloh jazosini bersin. Allohu akbar.